Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrdonlar, hurmatli obunachilar. Bugun 27-dekabr sanasi. Biz o'zimizning xonadonda Marg'ilon shahridamiz. Azizlar, o'tgan videodagi o'yin g'oliblarini bugun aniqlaymiz. Bugun hafta kuniga shanba. 1-2 kun o'zi kechikdi. Ishlarimiz bilan syomka qila olmadik, ya'ni g'oliblarni aniqlay olmadik. O'shaning uchun sizlardan uzr so'rayman. Mana bugun hozir sizlarda ko'z o'nglaringda mana videoda pauza qilmasdan kommentariyalarda tasodifiy tanlash orqali 5 ta odamni aniqlaymiz va har birlariga 10 donadan assortiment holatda ko'chatlar topshiriladi. Ya'ni o'tgan videoda aytganimizdek, avatar, manicure finger va mahalliy uzumlardan o'zlarining xonadonlari uchun qilib beramiz. Bu yangi sovg'asi bo'ladi sizlar uchun. Diqqat bilan ko'rasizlar. Xo'p, 5 kishini tanlaymiz. Chiqqan odamga siz birinchi g'olibsiz yoki 5-g'olibsiz deb yozib qoldiramiz javob. O'sha odam bizga aloqaga chiqishi kerak. Telegram orqali o'zini YouTube akkauntini skrinshot qilib bizga tashlab berishi kerak. Ya'ni biz tanlagan akkaunt haqiqatdan ham o'sha insonning ekanligini bilishimiz kerak va o'sha odamning nomiga, telefon nomeriga, o'zini o'sha viloyat yoki tumaniga pochta orqali dostavka qilib beramiz. Pochta pulini yutgan inson o'zi to'lab oladi. Xo'p, mana ko'chatlarimiz, mana avatarlarimiz. Hop, manicure fingerimiz aytgan edik, 20 ming so'mlik manicure fingerimiz. Bitta Xorazmlik akamizga mana 30 dona olib qo'yganmiz va mana qolgan manicure fingerlarimiz shulardan orasidan saralarini yig'ib beramiz. 5 kishiga shuni orasida bo'ladi. Avatar, manicure finger va mahalliy uzumlardan beramiz. 5 xil. Mahalliy uzumlar ham eng sara mahalliy uzumlar, ya'ni oqdamizki, qoradamizki, Mercedes, ketmon sopi va F1 hammasidan aralashtirib 10-12 dona qilib beramiz. Chunki manicure fingerimiz maydaroq, buni ko'proq ham beraveramiz. Xo'p. Hozir bu telefonda ukam syomka qiladi mana. Uni telefonida o'sha videoning kommentariyasiga kirib sizlar bilan jonli aniqlaymiz. Davom etyapti mana. Yaqindan olib. Biz jonli nima qilamiz? U hali har xil yana kommentariyalar bo'lmasin. Bizga umuman nima deydi? Hech kim qarindosh emas, begona, hamma yozgan mana. Ko'rsat. Mana o'sha videomiz. Hurmatli dehqonlar, bugun 22-dekabr sanasi 2000 va o'sha yerga yozilgan mana kommentariyalar mana. Kirib qo'yaveray mana. 7-6 mingta prosmotr bo'lgan, 700 ta like olgan va 3 mingta kommentariy olgan mana. Shunday qilib mana tasodifiy aniqlaymiz. Mana qaramasdan aniqlayman mana. Ketdi. Mana tepaga, pastga, tepaga shoshilmaymiz. Kim ko'proq yozgan bo'lsa, kimi rizqi bo'lsa, nasib kimda bo'lsa, shu odam chiqadi. Aylanyaptimi? Aylanyapti, zo'r aylanyapti. Shu eng tepaga ko'targaningizda, bitta eng tepaga ko'targaningizda bitta zagruska qilyapti. Hop, ketdi. Hop, yaqinroq. Hop. Uchastka Bino degan odam birinchi g'olib bo'ldi. Bu insonlarni Alloh o'zi qo'llasin. O'ylab topganini yozibdilar mana. Bu akaga yozamiz. Hop. Ketilchaga o'tadimi telefoning? O'tarki. Siz birinchi g'olibsiz. Mana shu uchastka Bino degan profilning egasi bizga telefon qiling yoki Telegram orqali chiqing. O'zingizda shu akkauntingizda hozir oxirida ko'rsataman qanaqa qilib akkauntga kiriladi, ya'ni YouTube akkauntiga. Shu screenshot qilib tashlab bersalar, haqiqatan o'zi sizlar shu odam ekanligini isbotlab bersalar, jo'natib beramiz mana. Agar 3 kun muddatda, mana bugun 27 bo'lsa, 30-kungacha agar aloqaga chiqishmasa, 5 ta odamdan kimdir, birinchi yoki 2-yanvar kunlari, ya'ni 31dan keyin xudo xolasa bemalol nima qilamiz? Boshqa odamni aniqlaymiz. Shuning uchun e'tiborli bo'linglar. Bu videoda ko'rmay qolishlari ham mumkin, lekin aniqlab qo'yapmiz. Agar 3-4 kun aloqaga chiqishmasa, boshqa odamni tanlab birorta videomizda shu odamga berib yuboramiz. Mana birinchi odam ketdi. Xo'p, mana chiqamiz. X qilamiz. Yana boshqatdan ketdi. Endi pastroqqa tushamiz mana. Sal mana zagruska qilyapti. Mana zagruska qilsin. Mana pastga, tepaga. Yana pastga, tepaga. Endi kommentariy ko'p 1300 ta, lekin 5 dona oz. Shuning uchun kimgadir chiqmasa xafa bo'lmaysizlar. Mana. Xudo xolasa yildan yilga tepaga chiqib ketdi endi. Yildan yilga biz ishlarimiz kengaygan sari bunaqa nima deydi? Aksiyalarimizni ham, ya'ni bepul nimalardan ko'paytiramiz hujjatlarni. Xudo xolasa 100lab, balki 1000lab berishimiz ham mumkin. Hop, ana ketdi. Kimga tushdi?
Mavludaxon Jo'raboyev ekan. Omadingizni bersin degan kommentariyasiga qo'lim tegdi. Yozamiz. Xo'p, siz ikkinchi g'olibsiz. Mana yozdik. Mavludaxon Jo'raboyev bizga Telegram orqali chiqadilar. Mana shu videodan telefon nomerlarimiz bor. 3 kun oldin yozgan ekanlar. 3 kun oldin yozgan ekanlar. Ikkinchi g'olib aniqlandi. Xo'p, yana boshqatdan boshlaymiz mana endi. Pastroqlarga ham tushamiz endi. Kommentariy ko'p. Pastroqqa tushamiz hozir. Ochyaptimi? Ochib. Bu tarafga qarab turing. Yana bu tarafga aynan qo'yib olgan dishmasin. Osmonga qarab turing, ham kaptarlarni ko'rib. Ochyaptimi? Ochib. Agar bitta odam 2 marta chiqsa, boshqatdan o'ynaymiz o'sha o'rin uchun. Hop, ana. Ketdi. Tohir Rasulov. Mana shu odam o'tgan yil ham yutgan, Tinmay kommentariy yozadi. Tohir Rasulov. O'tgan yil ham yutgan shu odam. Ikkinchi marta g'olib bo'lyaptilar. Xo'p. Siz uchinchi g'olibsiz. Tohir aka, yana tabriklayman. Bu yillik hisobidan ham siz yutdingiz. Kommentariy ko'p yozganingiz uchun. Qachon yozgan ekan? Bu ham 3 kun oldin. 3 kun oldin ko'p yozgan. Bu odam xullas qadrdon obunachilar bor, ya'ni ashaddiy muxlislar bor, Xudoga shukr. Shu nimalardan bittasi. Ya'ni kommentariy ko'p keladi-yu bizga. Siz hammalar doimiy keladiganlar esda qolib ketadi. Shuning uchun aytyapman. Doimiy ko'rib boruvchilar mana 3-g'olib Tohir Rasulov. Xo'p. Qilib chiqaylik. Yana kelgan joyidan davom ettiryapmiz. Xo'p, hammaga nasib qilsin u bu deb yozgan nimalari mana. Kommentariylarga javob yozdi. Ketdi. Yana pastga dalish. Hop, ana. Yo'q, bitta boshqatda. Nimaga? To'xtab qoldi, raza zagruska qilayotganda bosdi. Ha. Ya'ni chiqqanidan xafa bo'lmaysiz. Qo'lingiz videoga kirib ketib qoldi. Nimadan chiqib ketdingiz? Ha, chiqib ketib qoldi. Kommentariyadan chiqib ketib qoldi. Xo'p. Qayerdan davom etyapti? Boshidan ekan. Pastroqqa tushaman endi. Ochyaptimi? Ochyapti. Hozir pastroqqa tushaylik. Tushdimmikin? Bir 7 marta, 8 marta zagruska qildi. Hop, yana ochaveraylik. 10 marta olsin. Ha, tushavering, u bir 500-chi, 600-chi nimalarga tushing. 1000 ga yaqinlashsin, pastroqqa tushsin. To'rtta bo'ldimi, 3ta bo'ldimi? Hozir 3-chi bo'ldi. Bu 4-inchisi. Bu 4-inchisi. To'g'ri. Ana. Qarang. Mastura Mamedov degan. Mastura Mamedov. Mahamedova bo'lsa kerak, menimcha ayol bo'lsa kerak. Mana mana kommentariyalari olib bo'ldi. Siz 4-chi g'olibsiz. Bular ham ko'rsalar, Telegramdan yozib nima qilib bersalar, xudo xolis chiqarib mana bitta bosamiz. Yana o'sha joydan davom etyapti. Mana shu kommentariy yutdi. Yana boshidan kirib ketib qolmaylik. Mana yutdi. Ochyaptimi? Endi zagruska qilyapti endi. Xo'p, to'rtta bo'ldi oxirgisi. 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 Pastga ham qilay. Xafa bo'lishmasin, bir xil qilding deb. Gapiradigan odamga baribir gap topiladi, iloji yo'q. Iloji boricha harakat qilaveraylik, xolis bo'lishga. Hop, ochdimi? Ochyapti, yaxshi. Oxirgi g'olib, hayajonli daqiqalar mana. Xo'p, Bekzodbek Xudoyberganov. Mana omad degan nimalariga kelib to'xtadi. Mana Tohir aka chetda ham yozgan, qaranglar. Bu odam tinmaydi-da. O'tgan yil ham shunchalik yozganki, shunchalik ko'p yozganki, to'xtamasdan sud ishni yozadi mana Tohir Rasulov. Hali bundan oldin yutgan akamiz. Bekzodbek Xudoyberganov. Xo'p. Siz 5-chi g'olibsiz. Ana g'oliblarni aniqladik. Chiqqanlar xursand bo'lasizlar, chiqmaganlar rozi bo'lasizlar. Biz xolis aytganimizni qilib mana 5 ta odamni aniqlab berdik. Salomat bo'linglar, xudo xolasa
yangi yildan keyin, ya'ni yanvar oyida xudo xolasa qalamchalar savdosini boshlaymiz assortiment hisobida. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Qanaqa qalamchi kerak bo'lsa, aviomda kerak bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqinglar. Hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar, ko'chatchilar, ishonchli holatda, garantiyali holatda, ya'ni namaga garantiya bergan holatda qalamchalarni yetkazib beramiz va nihol, xudo xolasa nihol tayyorlash boshlanyapti. Teplitsani ishga tushirish tayyorlashni boshlaymiz. Aprel oyiga tuvaklarda xudo xolasa 5 xil avatar, manikyur, Lamborghini, Halloween va preobrazeniya tanladim. Shu 5 xil assortimentda xullas nihollarni tayyorlashni xudo xolasa boshlaymiz. Hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar, savdogarlar, ko'chatchilar bemalol aloqaga chiqasizlar. Vodiydan tashqari, mana Toshkentni ham qo'shaylik. Vodiy va Toshkent, undan u yog'iga Sirdaryo, Jizzax ketadi. Har bitta viloyatdan bittadan odam agar biz bilan ishlayman desa, filial sifatida tanlov olib ko'chatlar ularga chiqarib berishimiz mumkin. Lekin ma'lum bir summa tikiladi, ko'chatni bizdan sotib olishadi, lekin shularning nomerini biz reklama qilib beramiz bizneslarini yurg'izish uchun. Shuning uchun kimda agar qiziqish bo'lsa bu sohaga, hamkorlarni xudo xolasa chorlab qolamiz, bemalol aloqaga chiqasizlar, kelishilgan holatda nima qilib beramiz. Chunki nihollarda yetkazish, masalan, Farg'onadan Xorazmga yetkazib borish yashiklarda bo'ladi va qarta o'sgan holatda bo'ladi. Yetkazish juda ham qiyin. O'shaning uchun odamlarga qulaylik qilish uchun, donabay oladigan, ayniqsa oson olishlari uchun biz hamkorlarni izlayapmiz. Hech bo'lmaganda butun O'zbekiston bo'yicha 3 dona hamkor qilmoqchimiz, ya'ni masalan Samarqanddan, undan tashqari Navoiydan va Xorazmdan. Misol uchun yoki Jizzax, masalan Navoiy yoki Buxoro, xullas ko'ramiz, unaqa regionga qarab sentrroq joy tanlaymiz, atrofdagi viloyatlar bemalol ishga borib olishlari uchun. Shunaqa hamkorlarni taklif qilamiz. Biz bilan ishlanglar, xudo xolasa arzon narxda beramiz, ko'chatlarni olib, o'zingiz foydangizni qo'yib sotishingiz mumkin va biz sizga reklama qilib beramiz. Salomat bo'linglar. Nimadan chiqqanlar? G'oliblar bizga tashlaysiz nimani, skrinshotni, telefon nomer, adres, xudo xolasa sizlarga chiqarib beramiz. Salomat bo'linglar.